Assalomu alaykum. Hammaga tinchmisizlar? Hozir mana shu mashinani oynasi singan edi. Ko'ryapsizmi? Shuni ketgan u yoqqacha borgan. Hozir shuni almashtiramiz. Hozir keldik joyiga. Hozir bu yoqqacha kelgan. Bu yoqdan singanda naragacha kelgan mana. Naragacha. Bu yoqdan ko'rinar ekan. Ha, ko'ryapti bu yoqdan. Shuni hozir oynasini almashtiramiz. Xudo xolasa, qani qancha bo'ladi bu? Bu yerda spesial oyna almashtiradigan joy beri. Los Angeles downtown. Shunday orqa tomonda. Mana shu yerda almashtiradigan joy. Mana avtoglass degan. 300 dan boshlandi, narxini 250 ga tortishib kelishdik. Hozir endi 250 ga qo'yib beradi. Bu zavodskiy o'zining oynasi. Bular chiste zavodskiy originalni qo'ymaydi. Bunaqa laboy qo'yadi. Originali qimmat. Hozir buni yaqinda sotuvga qo'yamiz. Shuning uchun jamni original bo'lishi shart emas. Osib qo'yishdi oynani. Onasining ismini dabdala. O'zini zavodskiy oynasi. Hozir qo'yishadi, mana bu oynani qo'yishadi hozir. Yangi oyna. Kilaylashyapti. 45 minutda qo'yamiz deyishdi. Ko'ramiz. Burada kutib turamiz hozir. Futbol ko'ryapmiz, futbol. Başakşehir o'ynayapti. Shomurodov bilan Fayzullayev mana futbol ko'ramiz, futbol. Başakşehir bilan Konyaspor o'ynayapti. 2-0 hozircha. Ungacha futbol ko'rtirganimizcha mana bu oynada nimani qo'yib bo'ladi menimcha. Qo'ydirdik oynani. Endi ketyapmiz mana. Navlari yopishtirib qo'ydik, kilaylab. Yo'llar ham tozagina 2 kunga bugun erta mashinani yuvma dedi oynani. Sekin ketyapmiz mana. Ko'rinish ham chiste mana. Bo'ldi. Originaldan farqi yo'q. Mana Los Angeles downtownga kiryapmiz endi. Shaharga. Shunday qilib $250 to'ladim mana shunga. O'zi $300 dan boshladim, men 200 dan boshladim. 250 ga kelishdik. Bo'ldi mana. Bitta oyna qo'yish, labovoy. Mana shu mashina uchun GMC Yukon XL 2020 uchun 250 ga aylandi. Originali qimmat, lekin dillarda qo'ydiraman desa qimmat. Bordir $1000 bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Katta rahmat oxirigacha ko'rganinizlar uchun.